Mashina boshlaymiz. Bizda eng qizig'i mavzu ham yo'q, tayyorgarlik ham yo'q, repetitsiya ham yo'q. Oilaviy munosabatlar bo'yicha ishlayotgansiz-ku. Hozir o'zlarini tanishtirishadi. Bolalarni telefondan, gadjetdan uzoqlashtirish emas, to'g'ri munosabat bilan yoki oddiy odam telefonga qanaqa munosabatda bo'ladi? Ishini ham qiladi, oilasiga ham vaqt ajratib, telefonda ishini qiladi. O'ylashadi. Muammoga aylanmayapti, muammoga aylantirib olishyapti. Aslida buni muammoga aylantirmaslik va farzandlar bilan telefonni to'g'ri munosabatini yo'lga qo'yib olish. Sizga ham qiziqmi? Oila munosabatlari bo'yicha. Hozir o'zlarini tanishtirishadi, men tanishtirib. Ismim Shahnoza Hamidova. Ko'proq meni Shehina deb bilishadi. Umuman kimligimga ahamiyat yo'q. Mana shunga munosabatimni ekspert darajasida o'zimning fikrlarimni aytib o'tmoqchiman va ayollarga tavsiyalar bermoqchiman. Assalomu alaykum. Men ismim Malohat Komilovna. Psixologman, psixoterapevtman. Ayollar, qizlar bilan ishlaymiz. Ong osti darajasida mutaxassisim degan shunaqa. Endi nima deb qanchalik hozir bolalar telefonga yopishib qolgani muammo sifatida ko'rinadi. Malohat opa, mana sizga ayollar kelishar ekan, onalarni ichida qanchalik bu gadjetlarga, ya'ni farzandlari gadjetlarga boylanib qolishi qanchalik aslida muammo? O'zi bu narsa aslida muammomi yoki ayollarning xavotirimi xolos? To'g'ri aytasiz. Shahnozaxon, shunaqa ko'proq ayollar bilan ishlaganimdan keyin farzandlarini bilan hozirgi mana kelishmovchiliklar, xafachiliklar ham farzandlarni ko'proq o'sha telefonga e'tibor berishidan norozi bo'lishadi-da. Yoki o'zlari anglamagan holda mana shuni ichlaridan ko'proq xavotirni oshirib yuborishlarini natijasi ham hisoblanadi. Aslida farzandlarni to'g'ri yo'naltirsa bo'ladi. Ularga to'g'ri o'sha foydalansa ham bo'ladi telefondan. Demak, yo'nalishi telefonga ko'proq qiziqyaptimi? IT sohasiga qiziqtirish kerak, o'shanga vaqt berish mumkin. Agarda san agar o'quvchi bo'lsa-da, o'quvchilar bo'lsa, san o'sha darsliklaringni qilsang, ma'lum vaqtga mana shu telefondan foydalanishga ruxsat beraman, faqat nazoratim ostida deyilsa-da, lekin ko'proq xavotir onalarning ichkarisida bo'lyapti. Farzandim shunaqa noto'g'ri uy fikrlarimiz hayotimizga bunaqa tortiladigan xayollarimiz natijasida yashaymiz-ku. Mana shu ko'proq xavotirlari ko'rsatib beryapti-da, farzandlar bilan kelishmovchiliklariga ham. Ichkarida o'ylashadiki, farzandim hozir telefonga berilib ketsa, yomon yo'lga kirib ketib qolishadi, nima